Dadadugonajon, bu ko'ylak to'g'ri tushadimi? Nima deb o'ylaysan? Yo'q, Xo'sh, bunisi-chi? muammo shundaki, biz uni nima yoqtirishini bilmaymiz. U shirin va shahvoniy uslubni yoqtiradimi? Menimcha unga shu yoqadi. U ochko'z ko'rinadi, shunday emasmi? Ha, hozir 1 minut. Ha, Nima deysan? to'g'ri bo'lsinmi? Lekin bu birinchi uchrashuv uchun to'g'ri kelmaydimi? Unchalik mos kelmasa kerak-a? Ejio, Nima? shanba kuni bo'shmisan? U nima demoqchiligimni tushundi. Dam olish kunida uchrashuvga taklif qildi. Uy. Lekin nima kiyishim kerak ekanligini bilmayapman. Payshanba kunini yomon ko'raman. Nega bugun juma? Ertaga shanba. Lekin vaqt shilliqurdan ham sekin yurayapti. Assalomu alaykum. Siz joy band qilganmisiz? Ha, shunday edi. Kimni nomiga? Gausu. Kechirasiz, lekin bunday nom yo'q ekan. Yo'juchi. Yo'q, topilmadi. 2 kishilik stol bera qoling. Mayli, keling mana bu yerga o'tiring. Aha. Rahmat. Hozirchalik suv qo'yib beray. Aha. Yana biror nima kerak bo'lsa ayting. Xo'p. Hoy, nima qilaman? Juda siylashib ketyapman. Juda ko'p g'alati bo'lma, bu yerda yaxshi ko'rinmaydi. Kremli makaronga buyurtma berishni Bu unutma, maylimi? qiyinchilik qilmaydimi? Klassik. Menga ishon va harakat qilib ko'r. Xush kelibsiz. Menimcha u bizni taklif qilgan, shuning uchun biz yaxshi bo'la olmaymiz. Balki. Xush kelibsiz. Joy band qilgan edingizmi? Ha, 12 kishilik maktabdan kelgan. Joy band qilingan ekan, lekin maktabdan keyin emas, maktab vaqti. Yo'q, maktabdan kelgan. Maktabdan keyin. Ha, mayli, sizga 12 kishilik joy kerak edi, to'g'rimi? Ha. Unda bunisiga o'tira qoling. U yerda nima qilyapsizlar? Oho, yo'jolar ham shu yerga kelibdi-ku. Voy, bunga qarang. Ajoyib ekan. Mazali ko'rinyapti. Katta rahmat, ustoz. Hammangiz qattiq ishladingiz. Va bunga Albatta. loyiqsiz. Ajoyib. Oldik. Rahmat. Ey, nima, senlar juda chiroyli kiyingansizlar? Ha, juda yoqimtoy bo'lib ketibdi. Bugun dam olish kuni-ku. Yaxshi. Ustoz, ajoyib ekan. Uchrashuv haqida nima deyish mumkin? Rasm yubor. Ustoz, bunisidan ham yesam bo'laveradimi? Albatta. Yaxshi, rahmat. Ha, kelinglar. Esdalik uchun bir rasmga tushib qo'yamizmi? Yaxshi fikr, yaxshi. Yo'q, shunda vaqtim menga ishlab qoladi-da. Bu bizga kerak edi. Qo'y, men siqmay qolyapman. 1, 2, 3. Matematik o'qituvchi janob Gablin oxirgi kun.
Dongju. Hey Dongju. Ha, nima? Men hech nimani ko'rmayapman. Nima? Meni shifokorga olib bor. Mayli, hozir 1 daqiqa kut. Men hech nimani ko'rmayapman. O'ng ko'zingizdan shoh parda transplantatsiyasini olgan edingizmi? Demak, hozir biz chuqur oldingi qatlamli keratoplastikani sinab ko'rishimiz mumkin. Chunki degani jarrohlik ko'pincha o'zgarishdan keyin foyda beradi, agar qo'rqmasangiz. 10 yil bo'lmadimi? Buni hisobga olmasak, u sog'lom edi. Bilmadim. Unda hammasi joyida deb umid qilaman. Nima uchun? Sen voy. Yig'layapsanmi? Endi biz nima qilamiz? Bunday bo'lishini sezgandim. U tun bo'yi dars qilardi. Ayb mendami? Men buni to'xtatishim kerak edi. U tadqiqotidan voz kechishi kerak edi. Hoy, hech narsa qilmaydi. Sen har doim uni masxara qilib u bilan urisharding. Daju qandayligini bilasan. Sen bu haqida qayg'ur. O'zingiz palatasiga olib borasizmi? Tushundim. Yaxshimisan? Ular nima deyishdi? Sen ahmoqsan. Sen takabbursan. Hatto ko'zing uchun ham qayg'urmading. Buni qilishing uchun vaqting ham, kuching ham bor edi. Lekin sen o'zingga g'amxo'rlik qila olmaysan, ahmoq. O'zingni bos. Men operatsiya qildirmoqchiman. Operatsiya bilan yaxshi bo'lasanmi? Rostini aytsam, hozirgi vaqtda sizning imkoniyatingiz 50 ni tashkil qiladi. Shoh pardalaringiz juda ham nozik va chuqur, yomon ahvolga kelib qolibdi. Siz o'zingizni tayyorlab olishingiz kerak, operatsiyaga ishonchingiz komil bo'lsa. Ular baho berishayotganda men palataga kirdim. Agar ular operatsiya qila olsalar, shunday ekan xavotir olmang va ortga qayting. Hayır, assalomu alaykum. Hammaga salom. Janob Vusuning o'rniga vaqtinchalik men dars beraman. Uni ozgina tobi yo'q. Keling ismni chaqirishdan boshlaymiz. Ustoz, haqiqatdan ham ahvol yomonmi? Nima bo'ldi? Ustozga agar og'irlik bo'lsa, ko'zim yomonlashadi deb aytgandi. U nimani nazarda tutgandi? Maktabga kela olmas ekan. Demak, hozir kasalxonadami? Qancha vaqt u yerda bo'ladi? Eyju, sen darslaring bor. Muhim emas, u qaysi shifoxonada? Iltimos, men uchun ayting, iltimos. Shoh pardalaringiz yupqa bo'lsa ham operatsiyani davom ettirmoqchimisiz? Keyiniga biz aniq javob bermaymiz. Hammasi o'zingizga bog'liq. Siz qo'rqasizmi? Nimaga qo'rqar ekanman? Sen o'lishni xohlayotganga o'xshaysan. Lekin hozir hammasi yaxshi ko'rinadi. Seni operatsiya qilayotgani uchun ko'zlaringni yaxshi tut. Shaxsiyatni o'zgartirish uchun jarrohlik yo'qmi? Qo'rqyapsizmi? Omad tilaymiz. Yana ko'rishguncha ko'zoynakli maymun. Endi ko'zoynak taqmaysan. Ko'rishguncha maymun. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Senga omad tilayman. Tayyormisiz? Ko'rishguncha. Hoy, yig'lama, xo'pmi? Bu bola. Nima? Hey, Jojo, qayerga ketyapsan? Unga nima bo'ldi? Bolam, omadingiz bor ekan. Operatsiya juda yaxshi o'tdi. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Men yaxshiman. Aytingchi, qachon yana kitob o'qiy olaman? Ha, yoshlarni qarang-a. O'zingizni yaxshi qilyapsiz degani maktabga borasiz va o'qitasiz degani emas. Bu ahvolda 3-4 hafta yurishingiz kerak. O'zingizga qarang. Keyinroq borasiz. Rahmat, doktor. Tezroq sog'ayib keting. Yejiyu, maktabdan qochish yaxshi odat emas. Ustoz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz deb so'radim. O'sha ahmoqona va'daga kelsak. Menimcha bu 10 yil oldingi va'da. Juda qattiq og'riyaptimi? Onam aytdi, agar men yana xato qilsam, o'sha pichini ko'ra olmayman ekan. Qo'llaringni mana bunday qil. Javob 12 bo'lish uchun yana ikkita barmoq kerak bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Lekin bu yerda 7 emas. Bu to'g'ri. Shunday qilib sen matematikani qiyinlashtirib yuboryapsan va tasavvuring kengaymayapti. Shunday qilib 10 ta barmoqdan keyin yana ikkitasini sanash boshqalarga ham yordam beradi, to'g'rimi? Albatta. Voy, Matematika men juda hammasini oddiy. yechib tashlashim mumkin. Agar shu ketishda davom etsam, bir kuni sizga yana uchrashib qolganligimizda hammasini 5 qilib olganligimni ko'rsataman. Va'da beraman. Ammo o'yiningdan keyin nima o'zgardi? Yejiyu? Nima? 4 baho edi. 4 ballmi? Sen chindan ham matematikani yoqtirmaysanmi? Men senga matematikani o'rgatish uchun qancha harakat qildim. Yo xudoyim, daramadagi holatlar hayotda ham bo'lishi mumkin ekanmi? Bu taqdirmi? Taqdir. Yo'q. Shunchaki eslayapman, o'sha yoqimtoygina menga matematikani o'rgatgan bola o'sha siz edingizmi? Voh. Xo'sh. Sen hayratda qolgan bo'lsang kerak. Shoshmang. Agar siz bilan 8 yoshimda uchrashgan bo'lsam, demak Nadel opadan ko'ra ko'proq yaqin ekanman-da. Nima? Men bu jangdan g'alaba qozondim. Sen rostdan tushunarsizsan. Ha, yaxshi. U sizni ko'rgani kelmadimi? Xo'sh, nega? Axir, u sizni yaxshi ko'rmas edimi? Bo'lishi mumkin emas. Biz shunchaki do'stmiz. Nima, shunchalik lo'qqa o'xshayapmanmi? Qachon siz bilan birga yursam, mana shu labidagi tabassumi ko'zini oldigacha keladi. Nima? Do'stlarga tabassum qilib bo'lmaydimi? Mantiqan.
Ha, agar shunday bo'lsa, hali umidim bormi? Qanday umid? Hech nima. Tezroq tuzalib keting, ustoz. Yaxshi, uyingga ketishing mumkin. Xo'p. Yana kelaman. Hoy, avval ko'rishguncha. yastiqni to'g'irlab ber. Ha? Men qaytib keldim. Hey, oyi, anavi nima desam bo'ladi? Birinchi kasalxonaga borganimda Seuldagi qaysi edi? Ayta olasizmi? Eslaysizmi? Ha, to'satdan vadir qilib buni so'rab qolding. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kichkinaligimda kasal bo'lganimda Seulga borgan ekanman-ku kasalxonaga. Qachon kasalxonaga borgansan? Men shifokor bo'lsam, seni aslo kasalxonaga borish uchun bunday yo'l qo'yib qo'ymayman. Nima? Robot emasman-ku. Hech qachonmi? Yo'q. Dada, rostdanmi? Ah? Nima uchun? Janob Gani xotirasidagi boshqa odammi? Bizga ayta olasizmi? Mashhur Dahoning kelib matematika o'qituvchisi bo'lishiga sababi nima bo'ldi? Ha, bu ikkinchi matematika olimpiadasidan oldin bo'lgan. Men ahvolim yomonlashayotgandi. Bir ko'zim shunchaki ko'rmas edi va bu juda yomon edi. Ahvolim yomonlashayotgani tufayli men bir do'stim bilan uchrashdim. U har kuni menga maslahatlar berardi va doktor qabuliga yozilishimni aytardi. Va bu menga katta yordam berishini aytgandi. Unga ko'p savollar berardim va chalkashtirib yuborardim uni ham. U ajoyib inson edi va ko'p maslahatlar berar edi. Lekin men ko'rishimni noqulaylik his qilardim va qo'rquvim bor edi. Operatsiyadan yaxshi chiqmasam-chi degan. Men chalkashib ketdim. Kasalxonaga bordim. U yerda bir qiz bor edi. Uning ko'zlari porlayotgan edi. U quvonchdan sakrab borardi. U matematikada no'noq bo'lsa ham yetishga harakat qilardi misollarni. Va biz yordam berardik. Va birinchi marta men unga o'rgatishni boshladim. O'zimni boshqacha his qila boshladim. Oh, ha unda o'sha bola hozir matematika olimpiadalarida qatnashib birinchiliklarni olayotgandir-a? Xayrli tong. Xayrli tong. Xayrli tong. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Men ilk 5 ball oldim. Ajoyib yengib o'tish, yana bir yil va Ustoz, biz juda ham zo'r bitirdik. Eng zo'r yil bo'ldi. Juda qo'yil. Esimda qolarli. Rostdanam, juda qo'yil. Endi hammangiz qariyalarga aylandingiz. Dam olish kunlarini shunchaki dam olsangiz, keyin afsuslanasiz. Men shunchaki o'qinglar demayman. O'ylab ko'ring, sizga nima yoqadi va nimani yoqmaydi. Nimada yaxshisiz va nimani qilishni istaysiz. Va oldinga qadam bosishda to'xtamang. Umid qilamanki, siz kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishib borasiz va yetuk inson bo'lasiz. Hammangiz yulduzsizlar. Yorqin nur sochayotgan yulduz. Wow! Ustozga buncha ajoyib.
Endi tarqalishingiz mumkin. Rahmat. Ko'rishguncha. Nima deb o'ylaysiz? Xuddi o'qituvchiga aytgandek, siz va men xuddi yulduzlarga o'xshaymiz. Har bir yulduzning o'z yo'li bor. Bu lahzaga uzoq yetish kerak bo'lsa-da. Oy, o'yji go'ya. Sizlar balosizlar. Rostdan ajoyibsizlar. Go'ya. O'g'ligansiz to'g'rimi? Seniki zo'r. Ikkalangiz ham. Biz buni uddiladik. Shunda ortidagi yulduzlar o'shalar bizmiz, to'g'rimi? Shunda. Oy, o'yji. Men albatta kelaman. Tezroq kelmasang, seni o'ldiraman. Jenni, bizlarni unutmaysan, shundaymi? Agar chatlarda yozmay qo'ysang, aniq men ham seni Men o'ldiraman. har doim sizlarga spam emojisini yuboraman. Yuboraver. Ehtiyot bo'l, Jenni. Qaytishdan oldin yigit topishni unutma. Bizning Yuju qayerda qoldi ekan endi? Shoshila qol, tezroq. Nihoyat kelding-a. Jiyan ham xayrlashmoqchi ekanligini aytdi. Shunga birga ishni qilib birga Voy, ketamiz. qachon aytding? Qo'ysang-chi, aytding-ku. Men Men bunga ko'nika olmayapman. Ular xuddi go'yoki it mushukka o'xshaydi. Bir-biriga miyav, vav o'xshaydimi? Ha? senga yordam bera olmaganim uchun uzr. U yerda ehtiyot bo'l. Yo'lda ovqatlan. Mening xonadoshim. Sinfdoshlar, rahmat. Qara, sen uchun nima oldim? Bizlarni unutib qo'ymagin, xo'pmi? Har doim eslab yur. Mana. Ajoyib. Eju. Seni sog'inaman, azizam. Albatta. Men bu yerdaman. Seni yaxshi ko'ramiz. U ketdi. Xayr ko'rishguncha, Jenni. Yana ko'rishguncha. Jenni. Yana ko'rishguncha degani. Har kunni quvonchga to'la qilganingizga rahmat. Menda Koreyadagi har bir xotira sizlar bilan va men har bir daqiqani yaxshi ko'raman. Men uzoqdaman, lekin do'stligimiz abadiy davom etadi. Yana ko'rishguncha. Menga umrbod yodda qoladigan xotiralar berganingiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha. Yaxshi, qani ketdik. Bu yerga endi bittalikdan tushamiz. Menga topoki juda ham yoqadi. Senga ham yoqadimi? Bilasanmi, u eng zo'r ovqat. Hamma bilishadi deyarli. Oha, meni romanimga keladigan bo'lsak, uni yaratishga yordam bergan barcha o'qituvchimga kattakon rahmat. Shu vaqtgacha bunaqa asar yozmagandim va to'satdan yuklab olishlar va ko'rishlar soni mingdan oshdi. Bu meni juda ham lol qoldirdi va yozuvchiga aylandim. Romanning oxiriga keladigan bo'lsak, Yaxshi, men tushundim, sizga Tayxe yoqadi. Men buni tugatdim. Siyon. Men afsuslanmayman demoqchi emasman. Lekin afsusdaman. Sizni shafqatsiz so'zlar bilan masxara qilganim uchun. Hoy, axir bir-birimizni ko'rib turamiz-ku. Oxirgi marta. Shunday qilish shartmi? Siyon, men uchun hamma narsadan muhimsan. Men seni yo'qotmoqchi emasman. Men g'alaba qozonganga o'xshayman. Lekin negadir o'zimni yomon his qilyapman. Sizningcha bu raqobatmi?
Agar g'alaba qozonsangiz faxrlanasizmi? Bu bola. Hoy, to'xtang. Men birinchi bo'lib keldim. Siyon, to'xta. Bu nimasi? Hammangiz shu yerdamisiz? O'shandan beri uni izlayapman. Keling o'tiramiz. Bu qanaqa qarash? Hamma tushkunlikda. Kimdir o'ldimi? Men hazillashmoqchi emasman. Seni tashlab ketishdimi? Ahoy. Taslim bo'lishga tayyorlanyapsanmi? Ahoy. Jim bo'l. Yonni qo'yib yubormaydi. Salom, Jimin. Nima demoqchisan? Nima? Yon. Sen haqiqatdan ham Siyonni boshqa ko'rmaysanmi? Shunday. Sen ham Teha baxtli bo'la olasanmi? Yon xafa bo'lsa-chi? Keling bir uyda yashaymiz. Nima? Hammamizmi? Ha, hammamiz. Keling birga yashaymiz. Faqat birga yashab, bir-birimizni bila olamiz. Menimcha shunday. Ularning yuzlariga qarang. Lekin hammamiz birga yashashimiz mumkin emas. Qo'rqasanmi? Sen bundan Hech qachon. mustasnosan. Meni ham ishonchim komil. Bu to'g'ri emas. Ovozingni o'chir. Jim bo'l. Xavotir olma. Bari silliqqina o'tadi. Nima? Zaharli. Aslida bu qiynoqli bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqichga o'tamizmi? Mayli, keling. Bizning yangi uyimizga. Qani ketdik? Xo'sh. Azizim, bu qachongi rasm edi? Eslolmayapman. O'sha payt tez yordam bo'limiga bordim. Oziq-ovqat zararlangani Tez tufayli. yordam bo'limimi? Ha, albatta. Nahotki sen buni eslolmasang? Sen bilmaysanmi? Seulda bo'lganimizda bo'lganmi? Nega bu yerdasan? Ertaga o'qituvchilar ketadi. Siz ham ketishga tayyormisiz? Ha, xayrlashmoqchimisan? Men ustozimga shuni berish uchun keldim. Amerikada davolanish juda ham qiyin, dorilar ham qimmat bo'lsa kerak. Va agar siz kasal bo'lib qolsangizchi? Kasal bo'lmang va o'sha Nada yo'l bilan ham unchalik yaqin bo'lmang. Yaqin deganda yaqin bo'lmaydi va yana u yerdagi qizlar bilan o'sha chet el qizlarida tanoz bo'ladi. Ko'p qarashadi. Ular siz qaramasangiz ham qarashadi. Shuning uchun yaqin bo'lmang. Kulayotganda ularga qarab gapirmang, kulmang va kelishgan yigitlar bilan ham iloji boricha u yerda hozirgidek bo'lmang. Xo'pmi? Hammasi shu. Tugadi. Ahmad. Aynan shu tabassum haqida gapiryapman. Hozirdan boshlayapsiz-ku. Siz faqat Amerikaga sog'ligingiz, ta'til va hamda tadqiqot uchun ketyapsiz, to'g'rimi? Va yana qaytasiz albatta, shundaymi? Sen juda xavotirda ko'rinasan. Romanni yozishdan omad tilayman. Keyingi roman nima haqida? Sarlavhanoma. Romantikaning asosiy qiymati. Yo'q, bunday demadi, lekin o'zim shunday deb tasavvur qildim.
Safaringiz bexatar bo'lsa. Albatta, o'zingni shuncha. Wow! Ustoz bir daqiqa. Ustozga. Bunga qarang, ustoz. Qor yog'yapti. Bu birinchi qor. İlk qor. Qor yog'yapti. Eshityapsizmi? Bu birinchi qor. Birinchisi. Sen ne yapıyorsun? Juda ham. Bu siz bilan bizning ilk qorimiz. Birinchi qor. Mening birinchi qorim. Tosh, qaychi, qog'oz. Tosh, qaychi, qog'oz. Va nihoyat biz Dablux TV jamoasi daromadini tugatdik. Rostini aytsam, bu men qilgan mana shu Dablux TVni boshlagandan keyin qilgan ilk daromam edi. Yo'ljo esa ilk personajim. Bu daromada uning ichiga kirib, hayajonini his qilib, yig'laganda yig'lab, kulganda kulib yurdim. Xullas, bu juda ajoyib edi. Omad azizlar, hammangizga yaxshi hordiq tilayman. Bizni kuzatishda va qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Dablux TV sizlar uchun harakatda.